Urganchdagi 420 kvadratda joylashgan obyektimizni hozircha bilan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. YouTube'dagi qadrdonlar. Sizlar bilan hozir Urganchda joylashgan umumiy maydoni 420 kvadratda joylashgan obyektimizni 4 oy davomida qilingan ishlarni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Asosiy Farhod Premium berdi, nov ishlarni qilib berdi. Hozircha bilan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Bu mijozimiz asosan ishi Rossiyada bo'lgani uchun bizlarga qandaydir murojaat etdilar va 4-5 oy davomida shu xonadonni to'liq remont etib, kilitni berib topshirdik. Hozircha bilan nov ishlar qilindi, ketma-ketlikda ko'rsatib beramiz. Bera jiddiy troytinlarni ishlab berganmiz. Keyin kolonna, tiagalarimiz sementinli tiagalardan ishlab berilgan. Hammasi high-tech tiagalarni Yo'qolmasin, shiprintinda, oynalar stillarida high-tech tiagalarni sementinli tiagada tortib ishlab berilgan. Dizayndan chiqsa tosh shundan chiqdimi shunda eng dizayn proyekt asosida chiqib berilgan bo'lsa, bir etib shunday deb ishlab berganmiz. Mijozimizning o'z fikrlari bor. Dum quvondilar remont ishlarini ko'rib, hali uni oxirida ko'rasizlar, qo'yamiz. Buni toshni 4 oyda bitiramiz deb aytganmiz sizga. 4 oy srok berilgan. Shu material zaddishga bo'lgani bilan 5 oyda topshirib, kilitni berib chiqib ketganmiz bu joydan. Ajoyib. Zelyoniy zonamiz ham proyektda berilgan. Ya'ni bellara palma daraxtlari ekilishi kerak. Shuni endi hozir qish bo'lgani uchun bahorda xudo xolasa palma daraxtlari ekiladi, yoki archalar ekiladi, keyin gazon to'shaladi. Toshni shunda dizayndaydin bir bo'ladi. 30-14 ta dizayn belni. 30-14 metrda joylashgan, ya'ni eni 14 metrda, o'zingiz 30 metrda joylashgan. Bu yerga shunda umumiy chaqana tushdi bu 420 kvadratda. 420 kvadratda umumiy birinchi etajimizda 4 xonamiz joylashgan, umumiy sanuzel bilan. Sanuzel, kuxni, spalniy zal, 2 spalniy zalimiz bor. Berimiz garajimizda damir darvozalarni zakaz etib yasattirib olganmiz. Proyektda shunday berilgan, shunday zakaz berganmiz, shunday biz o'tib berganlar. Proyektda svetini ichki olsa, svetlar ham shunday toshi shunday olib chiqqan shunda. Svetlari, detallari, ruchkalari hammasi chiqib berilgan bo'lsa, shunday deb zakaz etib yasattirib olingan. Giraverishimiz bir asosan garaj hisoblanadi. Bu yerga nov ishlar qilib berganmiz. Diyorlarimiz jiddiy troytin, ya'ni sementinli tiagalardan ishlangan. Patologimiz alifan bo'lgan. Har bir detali qora polosalar bilan dizayn proyekt asosida bir etib ishlangan. Bu yerga keyin letniy kuxni ham joylashtirib berganmiz. Hozir shuni ham ko'rib o'tamiz. Beni razmeri nechik shundaqa? Plus minus 27-26 bor o'xshaydi. 22 metr, 4 metr. Beyanimizda yana bir joyimiz tushganda. Buyoqni joyini keyingi videolarda qo'yib o'tamiz yo'qmi? Keyingi videolarda qo'yib o'tamiz. Hozircha buyoqni ko'rsatamiz. Bu yerga letniy kuxnilarni qilib berganmiz. Angular bilek doshlardan ishlangan. Har bir detalni yatib, ustma o'satib, pastkalar bilan ishlangan har biri. Ya'ni sokollarimiz ham dizayn proyektda chiqib berilgan bo'lsa, bir etib, angular bilek doshlardan ishlangan. Hammasi 100% kачественный qilib ishlab berilgan. Bellar ham dizaynda zelyoniy zonamiz shunda bellar. Bellar ham zelyoniy zonalarimiz, bellar ham archalarimiz, palma daraxtlar ekiladi. Esi chiqqandan keyin shu proyekt asosida chiqib bo'lsa, shunday deb taxlanadi. 100% hamma narsamiz. Esa endi odamlarni kuttirmay ichana giramiz. Xonadonimizni qo'l qismida nov ishlarni qilib berganmiz. Hozir detalni tushuntirib o'tamiz. Patolog qismimizga keladigan bo'lsa, gipsokardon ishlarni qilib berilgan. Ya'ni uni ustidan relslarimizni o'rnatib berganmiz. Hammasi o'rniga tushgan. Dizayn proyektda chiqib berilgan bo'lsa, bir etib shu ajlarimizni qo'yib berganmiz. Lyustrasi ham toshni bir chiqdimi shunda? Lyustrasini ham proyektda chiqib berilgan bo'lsa, shuni qidirib topib, do'kon yurib qo'yib berganmiz hammasini. Bu damir profillerimizga keladigan bo'lsa, bu vajimiz ham proyektda berilgan edi. Dizaynda shu asosida buni yasattirib olganmiz. Asosiy bu yerda televizor qo'yishimiz kerak edi. Simlar ham yetib turibdi, lekin klientimizning xohishini ko'rib, biz ham maslahat berdik. TV zonani bu yon tarafga o'tirdik. Farhod Premium asosan yana nov ishlarni qildi bu yerda. Bu yerimiz 3D
Daraklarimizni bosib berganmiz. High-tech uslubida. Bellarimiz bambuk panellardan ishlab berilgan. Hammasi proyekt asosida. Biralarimiz ham 10 tushgan. Holimizni razmeri nechik shunda berni? Holimizni razmeri 12 ga 4,5 metr hisoblanadi. Keyin divanni katsifini kiradigan bo'lsa, ko'p klientlarimiz endi o'yladi 2 qator shpakulovka fon. Yo'q, bunday qilib ishlanmagan. 4 qator shpakulovka, polimerli shpakulovka, или stiklohoz yopishtirib, katsifini ishlab berganmiz. Televizorimizga keladigan bo'lsak, 3D panellarni bosib berganmiz. Neobычный stilda bosilgan hammasi. Euro profillarni uстановка etib berganmiz. Ammo setlarimiz ham shu proyektda dizaynda berilgan edi. Shuni qidirib topib, o'rniga qo'yib berganmiz. Hammasini bu narsalarimiz ham 3D panel hisoblanadi. Bularni gipsda ishlab berganmiz. Proyektdan chiqib berilgan bo'lsa, o'zi yo'q narsa edi. Shuni biz dizaynni ko'rib, yasab, uстановка etib berganmiz. 3D panelimiz ham boshina bambuk panel uстановка etilgan. Hammasi detalli proyektdan chiqib berilgan bo'lsa, shu asosida ishlangan. Mebellarimiz shunda to'shi uchunmi? Ustlari hammasi. Mebellarimiz ham 100% shu yerda turishi hammasi proyektda berilgan asosida hammasi o'rniga qo'yilgan. Yana bir narsa 3D panel 3D kameralarimiz ham uстановка bo'lgan beri ko'rib turganingizdek ishlari yonib turibdi, neobычный bo'lib. Shu dizaynda berilganini bir-bir atib ishlab berganmiz. Shunda xola ikki tarafdan kirib bo'ladi. Xona hozir biz ikkinchi eshikdan girdik. Asosiy eshik yon tarafdan, ko'cha tarafdan giriladi. Endi zalni ko'rsatamiz og'a. Asoslari zalda nima ishlar qilinganini ko'rsatib o'tamiz. Eshiklardan boshlayveradi og'a. Eshiklarimizdan boshidan bo'lsak, krashinning eshiklarini zakaz etganmiz. Proyektda berilganini neobычный stilda zo'ttirib olganmiz eshiklarimiz. Hammasi eng glavnisi sizni bo'yningizda bo'ladi, har doimgidek. Hamma narsasi mana bo'ynimda bo'ladi. Biz usta bo'lganimizdan keyin shu proyektni beradilar bizga, dizayn chizmalarini. Shu asosida bir-bir atib chiqishi, nomvajinerda nera qo'yish kerak, hamma narsasini klientimizga aytamiz. Ana keyin bu klientimiz bo'ldi desa, biz shu vajdan uстановка etib hammasini o'rniga qo'yib beramiz. Bu yerimiz zal qismimiz asosan 7 metr 4,5 metr hisoblanadi. 7 ga 4,5. Beri lyustrasan bir neobычный ekan, berni. Bu lyustrani topishimiz ham qiyin bo'ldi desak, proyektda berilgan edi. Shunda deb shu asosida qidirib, 2-3 yutkalarga qarab topib akka uстановка etib berilgan. Hozir qidirish jarayonlari nechik oldi? Masalan, klient Rossiyadan zakaz berdi bizlarga bu narsani dizayn bilan birga. Sho'lari nechik oldi? U onlayn qatnashdimi yo uydan boshqa birov qatnashdimi? Yo'q, klientimiz onlayn qatnashadi. Ular o'sha rasm tashladi. Klientimiz ma'qullagandan keyin akka uстановка bo'ladi. Har bir narsalarimiz. Bu zal qismimiz ham gipsakordan ishlari qilingan, relslar o'rniga qo'yilgan, hammasi divan chetidan pasvetkalar patologni 3D etib ko'rsatib turish uchun stenalarimiz ham keladigan bo'lsa 3D panellarimizni ishlab berganmiz. Aytganimizdan bu o'zi yo'q mahsulot edi. Biz shuni ijod etib, bir-bir etib zotib, uстановка etib berganmiz. Mebellarimizga keladigan bo'lsa, shu ko'rinishda berilgan edi dizaynda. Mana dizayndan chiqsa to'shi shuni atib beramiz. Dizayndan chiqib bo'lsa, shuni topib akka o'ttirib, o'zi topdik, bor ekan, do'konda tayyor holat. Tayyor holatda bor ekan. Aytdik, akka o'rnatib berib ketdilar. Hammasini. Shunda hozir siz rostdan ishini taqir holatida oldingiz, ko'tarilib turgan holatida rostdan 4 oyda bitirdingizmi shuncha ishni? Endi 4 oy srok qo'yilgan edi, lekin 4 oydan sal cho'zildi. Shu 5 oyga qarab topshirdik. Klientni ishlab topshirdik. Klientimiz Rossiyadan kelib, o'zi qabul qilib, ko'rib ishni patiyasini olib, xursand bo'ldi lekin klientimiz o'zlari. Asosan endi kuxnimizga o'tsak, bu yerga ko'rib turganingizdek, darak high-tech diagramma ishlab berganmiz. Hammasi gipsdan ishlangan. Bu narsalarimiz u pocket damage ishlatimiz. Umuman Farhod aka, shunday savollar tushadi-da. Masalan, kuxnini o'zini ham oddiy bir dizayn etib remont ettirsa bo'ladimi? Siz bilan. bo'ladi. Kelishgan holda. Bo'ladi. Dizayn chizdirsa masalan. Klientning xohishidan kelib chiqadi. Agar kuxnini oddiyni bir xona remont ettiraman desam, undan farqi yo'q. Bir xonasini ham remont etib berib, ishlab, chotga topshirib berib ketamiz.
Umumiy joy olish shart emas shunda. Umumiy joyni dizayn ettirib, avaragarchilik olib, chizdirib, sizga murojaat etish shart emas. Xolasa bir koknini o'zini ham chizdirib sizga yo o'zingiz bilan kelishib jo'ttirsa bo'ladi. Ha, shunda ham bo'ladi. Asosiy kuxnimizga keladigan bo'lsak, bu yerda mebellarimiz krashniy variantda ishlangan. Har bir detallarni e'tibor berib, shu dizayn proyektdan chiqib berilgan bo'lsa, shunga bir-bir etib ishlatib olganmiz. Или необычный подсветкаларni ham установка bo'lgan. Mikrolovka или gaz filtrlarimiz hammasi o'rn-o'rniga qo'yilgan. Yana zeloniy daraxtlarimizni ham qo'yib berganmiz. O'zgacha bir neобычный bir vid berib turibdi kuxnimizga. Или Tabiiymi u yo? Ha, tabiiy. 100% tabiiy. Shunda unga ham qarash kerak-da. Ham vid berib turadi baribir. Bitta zonamizga keladigan bo'lsak, daraxtlarimizni ishlab berganmiz bu yerga, high-tech uslubida. Или yero profillarni uстановка etib berganmiz. Hammasi konstitutsiyaviy sifatda ishlab berilgan. Kuxnimizning razmerini aytib o'tib ketala. Kuxnimiz razmeri 4,5 4,20. Uyimizni umumiy sanuzelni o'tamiz. Sanuzel o'tmasdan bu yerda bir xonadonimizda bir fishka ishlatib o'tganmiz. Ya'ni kotelnimizni sho'ra skritni etib joylashtirib berganmiz. Endi arginning bo'lib yotsa, konstruksiya taradan variant etib berdinglar. Lekin bu dizaynda yo'q, ya bormi? Yo'q, bu dizaynda yo'q. O'zimiz fikr berib, ish narsa zo'r bo'ladi deb, men skritni bo'lib turibdi. Sanuzelimiz razmeri 3,5 2,5 hisoblanadi. Bu yerdan kafel ishlarini qilib berganmiz. Ugullarimiz 45 gradusda ishlangan. Har bir detallari 45 gradusda kesib, charxlab ishlangan. 45 gradus desa endi podpischiga tushunmasligi mumkin. Ustalar bo'lsa tushunadi. Kommentariya yozib ketinglar, ustalar 45 gradusda ishlangan. Endi klientlarni ham tushuntirishga urinib ko'ramiz. Yana 45 gradus deganda bu yerga 45 gradusda charxlab ishlanadi. Avvallari bu yerga ugolga yopishtirib, kafelni bir yon tarafini gizlab urardilar. Hozir u gap yo'q, yana 45 gradus etib cho'tki bo'lib chiqadi. Tushunarli. Endi ikkinchi etajga chiqamizmi? Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Xonadonimizni ikkinchi etajida nima ishlar qilinganini hozir tushuntirib o'tamiz. Undan oldin перехожка qismimizni aytib o'tamiz. Endi bu hovlimizga ban tarafdan ham girsak bo'ladi. Asosiy ish ko'zi bu yerda. Endi bu yerda biz obyektni tushuntirib, hamma narsani tushuntirib, ikkinchi eshikdan kirib keldik. Asosiy eshikimiz bu yerda. Girishimiz keyin oyoqlar to'pli pol bo'lgan, ustiga kafel ishlangan. Eli bu yerda перехожный rakovinalarimiz joylashgan. Eli daraxtlarimiz bosib berilgan. Bosma rakovinami nechik shunda berdi model? Bambukni. Bu ham dizayndan nechik olsa tosh shundan chiqdimi? Dizayn proyektdan chiqib berilgan bo'lsa, shundan qilingan. Shkaflarimizning mexanizmi eng original narsalardan qo'yilgan hammasi. Endi kelib lesinsamizga kiradigan bo'lsak, shpont krashning MDFlardan ishlangan, har bir stupinkalari, eli balasinalari metal hisoblanadi. Perilasini yong'oqdan ishlangan krashning varianti hammasi. İkinci etajda shunda umumiy chadana xona bor. Ikkinchi etajda umumiy 4 dona xonamiz bor, bir dona umumiy sanuzelimiz bor. Lesinsadan chiqishimizdan daraxtlarni bosib berganmiz. Neobishda yevro profillarimiz yetgan balandgacha. Ikkinchi etajimizda chiqaverishdan odamni o'zini tortadigan 3D zonamiz, hammasi gipsdan ishlangan 100%. Eli chetlarimiz bambuk panellardan ishlab berganmiz. Yevro profillarni qo'yib, neobычный vid berib turgan hammasi. Bu yerimiz ikkinchi etaj dalon deymiz. Endi biz Shiva tilida dalonimiz razmeri 12 metr, 4,5 metr hisoblanadi. Bu yerdan patologda gipsokardon ishlarni qilganmiz. Galogenlar o'rn-o'rniga qo'yilgan, lyustramiz ham shu dizaynda berilganni o'rn-o'rniga qo'yilgan hammasi. To'rimiz shunda zalmi? Benimiz eng katta zalimiz hisoblanadi joyni. Hozir shuni o'tib ko'rsak ham bo'laveradi. Ikkinchi etajimizni zal qismimiz 14 metr, 3,5 metr hisoblanadi. Bu yerdan neobычный neon diodlardan foydalanganmiz patologda. Patologni bir o'zgacha bir vid berib turish uchun. Eli lyustramiz ham neobычный stilda lyustrani topib, dizayndan chiqib berilgan bo'lsa, shunday deb uстановка etilgan. Eli divalimizga konstruksiyasiga kiradigan bo'lsak, mana aytib o'tdik, 4 qator shpakulovka, eli stikloxoz yopishib
premium kачествоda ishlangan har bir narsalarimiz. Bu yerda yana TV zonalarimizni aytib o'tsak bo'ladi. Berimiz ham dizayndan ichki kosa to'shishundan chiqqanmi? Ha, proyektda shunday bo'lsa, 100% baravar etib ishlab berganmiz. Lyustralar ham to'shishundan Ha, lyustralarimiz ham shunday to'shni. TV zonamiz bambuk panelda ishlangan, o'rtasini ili chetini daraxtlar ishlab berganmiz. Shu proyektdan chiqib berilgan bo'lsa, shu baravar. Men Farhod shunga javob beradi. Shu kitobdan chiqib berilgan narsani baravar chiqarib berish uchun men o'zim javob beraman. Mabodo o'xshamin kasa ya chiqmin kasa, ana o'zingizni xarajatingizdan kelib chiqib o'tiladi. Bu meni bo'ynimda bo'ladi agar o'xshamin kasa yo'q. Xudoga shukr hali bunday yeri bo'lmadi. 100% hamma obyektimizda baravar etib ishlab kelyapmiz. Endi keyingi xonamiz, zal qismimizni o'tamiz. Ikkinchi etajimizda shunda umumiy necha xona bor dedingiz? Umumiy 5 ta xonamiz bor. Ikkinchi etajimizda bu yerdan bir kichkinaroq xonamiz joylashgan. Hozir sizlar bilan zal qismida qilingan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Zalimizning razmeri 7 metr, 4,5 metr joylashgan. Zalimiz bu yerda asosan qilingan ishlar, gipsokardon ishlari qilingan, patologda pasitkalar tashalgan, galgellar ham o'rndan qo'yilgan. Hammasi endi lustramiz ham. Kirgandan e'tibordan tortib turgan narsa bunda Farhod adini nodab aytamiz buni. Bu narsamizmi? Ha. Bu narsamiz panel hisoblanadi. Bu panelni ham shu dizaynda berilganini o'rnuna qo'yilgan. Mana orqasindagi narsalarimiz gipsdan darak ishlab berganmiz. Mana chetlarini esa bambuk panellar uстановка bo'lgan. Или bu narsalarimizni kelgan bo'lsak, bellarimiz ham 3D panel hisoblanadi. Bo'rtma hammasi gipsdan ishlangan, baravar etib o'zi yo'q vajadi. Shu bagajni biza dizaynda berilganini chiqarib uстановка bo'lgan. Hammasi. TV zonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimizda orqasidan bambuk panellar ishlangan. Bu yerda bellarimiz gipsdan tog'atib ishlab berganmiz. Hammasini proyekt asosida baravar etib, ili posvetkalarni ham o'rnuna qo'yib joylashtirib berganmiz hammasini. Ili televizorimiz shunday etib berilgan edi, ili mebellarimiz ham baravar etib hammasi joyga qo'yilgan. Asa keyingi xonamiz spalnini ko'ramiz endi. 300 kvadrat yerim bor. Dizayn ettirib remont ettirecekman. İşini minimalizm stilda. Boshlanış summasi, shular haqida birozgina ma'lumot berib o'tib ketaylik. 300 kvadrat yer maydonda keladigan bo'lsak, endi har kim ukusi har xil, kimni chap chizdiradi. Menga telefon qilsinlar, dizayn proyektini ko'rsatsinlar, shunga qarab summasini chiqarib beramiz. Asa hozir bu yerdan ikkinchi etajimizda detskiy komnatamiz joylashgan bu yerda. Shuning yonida umumiy ikkinchi etaj uchun sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelning razmeri? Sanuzelning razmeri 3 metr, 2,5 metr hisoblanadi. Bu yerdan har bir detalga ahamiyat berib, o'rnuna qo'yilgan. Kafillarimiz ham 45 gradus etib ishlangan. Har bir burchaklari. Elina rakamlarimiz ham o'zgacha pasvitka stilda dizayndan chiqib berilgan bo'lsa, shunday qilib uстановка bo'lgan. Shuni yanimda yana bir spalnimiz joylashgan. Bu spalning razmeri? Bu spalnimiz razmeri 4,5 metr, 4,20 hisoblanadi. Spalnimiz razmeri bu yerdan patologda gipsokardon ishlari qilingan, ili необычный elit pasvetkalar uстановка bo'lgan. Patologlarimiz shuni yanında relslarimiz ham uстановка etib berganmiz. Ili lyustramiz ham o'rnuna qo'yilgan. Dizayn proyektda chiqib berilgan bo'lsa, shunday qilib qo'yib berganmiz. Spalni zonamizga keladigan bo'lsak, bu yerda yana 3D panellarni bosib berganmiz, необычный stilda, ili 3D daraklarni ishlab berganmiz, необычный stilda. Hammasi gipsdan ishlangan, 100%. Kimda kim premium darajada remont qildirmoqchi bo'lsa, xonadon, ofis, restoran, to'yxona farqi yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda ekranda nomerlar turadi. Murojaat etsanizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz.